Значит, boshlayapmiz. Начинаем. Xo'p, bugungi darsimiz asosan grammatikani kuchaytirgani, grammatikani yaxshilash uchun bo'ladi. Grammatik dars desak ham bo'laveradi. Men har doim o'quvchilarga, ya'ni ko'pincha, har doim emas, ko'pincha onlaynmi, offlayndami praktika uchun shu narsadan foydalanaman, ayniqsa o'zim ham. Ya'ni qanaqa narsa, nima narsa? Da? Ya'ni так, nima qilaylik? Ya'ni просто matn yoki gap olaman, mana shuni tahlil qilib chiqaman. Bu qanaqa yordam beradi? Nimaga yordam beradi desanglar, bu hamma narsaga yordam beradi. Birinchi, первое, gapni tushunishingizga. Второе, ega kesim, to'ldiruvchi, hol, boshqa narsa hammasini yaxshilab tushunishga yordam beradi bunaqa tahlil. Третье, so'z turkumlarini qaytarib olsangiz bo'ladi. Четвертое, punktuatsion holatlarni bilib olasiz. Soyuzlar bo'ladi. Bessоюзный bo'lsa, tireni qachon qo'yasiz? Grammatik разбор mana shuni hammasini yordam beradi. Bugun sizlar bilan mana shunaqa grammatik разбор ko'ramiz. Bitta matn olganman. Orel Metsenatdan. Katta. Endi o'sha 1 soat bo'ladimi, qancha vaqtimiz bo'lsa, qancha qo'limizdan kelsa, hammasi ko'rib chiqamiz. Ну, значит, birinchi gapdan boshlayapmiz. Собрав дворню, Орел учреждает науки и искусства, но просвещение не идет ему на пользу. Ya'ni dvornya degani o'sha xizmatkorlarda, ya'ni o'zlarining xizmatkorlarini to'plab Орел ya'ni ilm fan va san'atni joriy etadi. Lekin o'sha bilim olish unga foydaga bormaydi. Давайте вот здесь будем смотреть. Собрав дворню. Nima bu? Что это? Собрав в turibdi. Значит, это депричастие. Депричастие. Совершенный вид. Да? Дворню. Что? Bu yerda существительное, винительный падеж. Endi общий собрав дворню degani, да, вот это все. Mana shu hammasi bizda nima bo'ladi? Это у нас обособленное обстоятельство. Ya'ni ajratib ko'rsatilgan hol bo'ladi. Chunki bilamiz, yana unda bor, qoidamizda bor, депричастие плюс зависимое слово равно депричастный оборот. А депричастный оборот это у нас всегда обособленное обстоятельство. Eslab qolamiz, да? Орел учреждает науки и искусство. Орел. Кто? Кем? Да? Ega, подлежащее. Это существительное, именительный падеж, и это у нас подлежащее. Ega bo'ladi. Учреждает. Что делает? Nima qiladi? Глагол. Несовершенный вид и bu сказуемое. Учреждает чего? Да? Науки и искусства. Ikkalasi у нас, это у нас rang qolmayapti. Это у нас существительное, родительный падеж, это у нас дополнение bo'ladi. Союз. Но. Союз. Так, кто знает, qanaqa союз bu? Agar bilsanglar, если вы знаете,
kommentariyga yozsanglar bo'laveradi. Или да, kommentga yozaveringlar, qanaqa soyuz no. Bilamiz, сложно сочиненный soyuzga kiradi no, lekin сложно сочиненныйda ham 3 tasi bor. Da? Qaysi biriga kiradi? Так, kommentariyalar ketdi. Противительный, молодцы. Союз, значит, сложно сочиненный союз, противительный. Молодцы. Просвещение не идет ему на пользу. Просвещение. Что? Существительное. Именительный падеж. Здесь у нас подлежащее. Не идет. Глагол. Сказуемое. Ему, кому? Ему это личное местоимение. Так. Дательный падеж. Ну, значит, дополнение было, да? Идет как? На пользу. На пользу это существительный на самом деле. Но бьорда так. Обстоятельства около обстоятельства. Идти как на пользу, да? Xo'p, kimda savoli bor? Mana shu bo'yicha savollaring bor bo'lsa, bersanglar bo'laveradi. Birinchi gap. Вот видите, bitta gapni shuncha tahlil qilsa bo'ladi. И agar siz bunaqa gaplardan no kuniga hech bo'lmasa ikkita shunaqa gap tahlil qilsangiz, test kerak emas. Da? Полный o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Kimdir essay yozmoqchi bo'lsa, mana shuni tahlil qilsanglar, gap tahlil qilsanglar, essay yozishinglar ham kuchayib ketadi. Endi hammada ham 100% o'sib ketadi demayman-ku, но все-таки tahlil yaxshi narsa. У кого есть вопросы? На пользу дополнения будет-то? Идти куда? Идти на пользу. Bo'ladi. Потому что у нас здесь уже ему bor da, ему уже дополнение есть у нас. Так, еще. Вопросы у кого-то есть? Так, ладно, savollaring yo'q bo'lsa, endi sizlarga savol. Вот, собрав дворню, Динара, здравствуйте, assalomu alaykum, gapiravering. Savolingiz bormidi? Agar gapirishni bilmasangiz, knopkani bosib tursangiz, mikrofoningiz yoqiladi. Xo'p. Assalomu alaykum. Так, значит, теперь, endi смотрим. У нас есть собрав дворню, орел учреждает науки и искусства, но просвещение не идет ему на пользу, да? Gapimiz qanaqa gap? Сложно сочиненными, сложно подчиненными, бессоюзными. Kommentariyga yozsanglar bo'laveradi. Да, bu SSP, сложно сочиненный. Nima uchun? Почему? Почему SSP?
Ну, потому что здесь у нас есть но. Ну, сочинительный союз, да? Вот там я озгина. Кетхопма. Да, сложно сочиненные добавили, это правильно, но это сочинительный союз. Молодцы. Теперь ikkinchi gapga o'tamiz. Орел остается невежественным, кровожадным самодуром, а помощники ворами и интриганами. Давайте ne qilib olib alohida tahlil qilamiz. Орел, подлежащий, да? Ega. Остается невежественным, кровожадным самодуром. Хоп. Demak, kesim qani bu yerda? Где здесь сказуемое? Kesim qayerda? Mana A-gacha bo'lgan, mana virgulgacha bo'lgan joyda kesim qani? Kesim остается, да, остается у нас сказуемое. Чунки bu глагол, а глагол у нас сказуемое. Теперь невежественным nima bo'ladi? Невежественным. Что у нас? Так, смотрите. Остается savol beramiz kim, да? Kim bo'lib qoladi? Самодуром. Самодур это творительный падеж, существительный, дополнение. To'ldiruvchi. Теперь самодуром каким deb savol beramiz, да? Qanday samodur deymiz? Otni tasvirlagan uchun невежественный ham, кровожадный ham, определение bo'ladi. Bahora молодец. Topdingiz. Endi у нас есть союз А. Qanaqa союз? To'g'ri, bu сочинительный союз. Но сочинительный союзda ham o'zini vidlari bor. Противительныйmi yo boshqasimi? Давайте. Qanaqa союз A? Точный противительныйmi? Так, хорошо. Я согласен, это противительный союз. Противительный. Майда. Помощники. Nima bo'ladi? Что у нас помощники? Yordamchilari, подлежащие. Nima uchun? Chunki A'dan bu tomoni bitta gap. A'dan bu tomoni ikkinchi gap. Помощники, подлежащие ворами и интриганами. Nima bo'ladi? Ворами, intriganami. Kommentariyga yozsanglar bo'laveradi, hamma o'zining javobini. Ворами, intriganami. Nima bo'ladi? Yo'q, сказуемый bo'lmaydi. Дополнение bo'ladi. Дополнение bo'ladi. Endi kimda mana shu yerda savoli bor menda, menga
Nima uchun сказуемый bo'lmayapti, дополнение bo'lyapti degan kimni savoli bor? Давайте. Kommentariy beraveringlar bemalol. Agar kimnidir rostdan savoli bor bo'lsa, beringlar, потому что tushuntirib o'tib ketaman. Agar savol yo'q bo'lsa, tushuntirmasdan o'tib ketaman. No, mana shu muhim narsa. Yo'q. Какими deb javob bermaymiz, savol bermaymiz. Chunki bilsangiz, творительный падеж ko'pligida окончание ami yami bo'ladi. Yo'q, kesimni teri ajratmayapti-da. Nima uchun savol beringlarda, mana shu gapi. Birinchi gapda men 2 ga bo'lmadimmi? Da, to'g'rimi? Birinchi gapda 2 marta kopiya qilmadim. No, ikkinchi gapda men 2 ta kopiya qildim. Nima uchun? Chunki sintaksis tomonidan sizlarga men tushuntiradigan narsam bor. Mana ikkinchi tomoni bor. Bu неполное предложение bo'ladi. Ya'ni to'liq bo'lmagan gap bo'ladi. Birinchisi полное предложение. Bu nima degani? Agar bitta katta gapda ikkita yoki undan ko'proq gapimiz bo'ladigan bo'lsa va birinchi gapda ega kesim to'ldiruvchi hammasi bor bo'lsa, ikkinchi gapda esa ulardan birorta belgi bilan ajratilsa, bu неполный bo'ladi. Ya'ni aytyapti, Орел o'sha невежественный, кровожадный samodur bo'lib qolaveradi, o'sha ahmoq bo'lib qolaveradi. Uni yordamchilari esa o'g'ri va intrigan bo'lib qoladi. Остается-ni yozishni o'rniga nima qilyapti? Tire qo'yib qo'yapti. Mana sizda сказуемость. Mana shu неполное предложение. Sertifikat testda ham, tam DTM da ham tushib qolishi mumkin. DTM da tushadi, точно, sertifikatda ham bitta tushadi bundan. Ya'ni gap beradi, aytadi. Bu gap qanaqa deydi. Siz ko'rib chiqishingiz kerak. Da? Gapni holatiga qarab siz javobni berasiz. Bu yerda ega kesim emas. Chunki ega kesim bo'lishi uchun ega ham kesim ham, ot sizlarni tushunyapman. Ega ham kesim ham bu ikkalasi imenительный bo'lishi kerak. Misol uchun tulpan gulda цветок. Bu yerda tulpan ega, цветок kesim. Okey, tamam. Muammo emas. No, hozirgi gapimizda bizda imenительный падеж emasda, ikkinchi gapimiz ворами, интриганами. Остается-ni tire ajratib beryapti xolos. Ya'ni остается o'rniga tire qo'yganmiz xolos. Agar tushungan bo'lsanglar, plus qilib qo'yinglar. Yana bitta misol aytib beraman. Agar baribir kimdir tushunmagan bo'lishi mumkin-da. У меня есть машина. А у Анвара книга. Нет, не книга, вертолет. Mana bu tireni ko'ryapsiz-ku, da? Есть o'rnini beryapti. Shuniga. Третье. Поэты наделяют орлов храбростью, благородством, великодушием, нередко сравнивая с ними городовых. Так, buni ham ikkita qilamiz, chunki kerak bo'ladi. Так, поэты у нас подлежащие. Наделяют
Сказуемое. Ularga beradi. Кого Орлов? Дополнение. Так. Винительный падеж. Храбростью, благородством, великодушием. Bular дополнение. Чем творительный падежga yetadi. Нередко сравнивая с ними городовых. Нередко сравнивая с ними городовых, это у нас депричастный оборот. Nima uchun desanglar, здесь у нас сравнивая ямыз bor. Я у нас депричастие. Части несовершенного времени. Несовершенного времени вида. Они tugallanmagan. Я несовершенный в ши совершенный. Buni juda ham yaxshi bilasizlar, o'tgansizlar. Xo'p, buni ko'rdik. Endi gap holatini qaraymiz. Какое предложение? Qanaqa gap? Bitta ega kesim bor, ya'ni простое предложение. Осложненное. Осложненное deb keladi testlarda, ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Aytaman, nima bu? Осложненное degani murakkablashgan, ya'ni sodda gap, lekin murakkablashgan. Murakkablashgan degani bu har doim bizda однородный члeni bo'ladi, ya'ni o'sha bir so'z turkumi yoki bir gap bo'lagi ichiga kiradigan so'zlar bo'ladi. Обособленные части речи bo'lishi, обособленные обороты bo'lishi mumkin. Там причастный оборот, депричастный оборот ketaveradi. Простое предложение, осложненное обособленным. Так, обстоятельства. Nima uchun обособленные обстоятельства? Chunki депричастный оборот bor. Boshida ko'rdik. Вот здесь депричастие плюс зависимое слово, депричастный оборот. Депричастный оборот bu teng обособленное обстоятельство, их teng deganmiz. Да? Ну вот, o'sha joy, o'sha депричастный оборот. Такое дело. Так. Buguncha adashmasam yetadi.